Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mebel Obzor kanalining qadrli obunachilari, hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi video obzorimizni boshladik. Do'stlar, obunachimizga oshxona mebelini o'rnatib berdik. 15 kuncha oldin kelib, mana shu xonani o'lchab, 50% zaklatini olib ketuvdik. Bugunga nasib qilgan ekan, aytgani bo'yicha, zakazi buyurtmasi bo'yicha tayyor qilib, mana do'stlar, olib kelib ustanovkalarini qilib berdik. Hozir xudo xolasa ham pulini ham duosini olib turibmiz. Telegramda o'zi akamiz musofirda ekan. Ilyosbek aka, Andijon shahri Hakan mahallasidan Ilyos akani xonadoni bo'ladi. Mana chiroyli qilib, xudo xolasa, uka mingdan men roziman, pulimdan baraka topinglar deb chiroyli hozir голосовойlar jo'natibdi. Do'stlar, o'lchagani kelganimizda mana bunaqangi rezvedka masalasi, shunaqa santexnik ishlari hali qilinmaganida biz o'zimiz mo'ykani, gazni, duxovkani, xolodilnikni chertoj bo'yicha chiroyli qilib joylashtirib berdim. Aka shunaqa qilaylik. Endi kichkinagina joyingizga qo'ldan kelgancha men chiroyli narsa yaratib beray deb turib, men o'zim maslahat berdim. Shu maslahatlar asosida Ilyos aka bo'ldi-ku, xuddi shunday qilib bering dedi. Bizni Instagramdan ko'rgan ekan, oldin xuddi shunaqa rangda Andijonning marhamatiga xuddi shunaqa joylashuvda qilingan ishimiz bor edi. Xolodilnik, gaz, mo'yka. Xuddi o'sha ishimizni ko'rgan, yaxshi ko'rganda qilib bering, xuddi shu bilan bir xil chiqsin deydi. O'sha mebel bilan bir xil qilib chiqarib berdik. Xudo xolasa mana xolodilniklarini zazorlarigacha hozir mebelni ko'rsatayotganimda xolodilnikni hali qo'ymadingda. Uka rasa kichkina-yu bu joy xolodilnik sig'amish qiladi deydi. Bitta rasmga olib jo'natsam, qoyil uka, rahmat deb xursand bo'lyapti. Mana zazorlarini ko'rib endi o'lchab qilingan ish do'stlar baribir shunaqa bo'ladi. Chiroyli narsa bo'ladi, joyingizga mos bo'ladi. Endi xonani remontlari hali qilinmagan, endi qildirib olar ekan. Mana turbalarni kestirib bering, biz mebelimizga xalaqit beradi degandim. Kestirib qo'yibdi. Bu tomonda ham bordi, orqada turbalar, ularni ham kestirib yoribdi. Do'stlar, mebel xonamiz общий 320, balandligi 280. Mana eng tepadagi shu joyi do'stlar, bu abmanka. O'zi mebelning balandligi 250 bo'lgan, 30 sm abmanka qilib berdik. Patologiya qildirmayman, shu joyini yopib keting. Mana o'zini materialidan degani uchun yopib ketganmiz. Shu joyini o'ziga 300 ming so'm alohida men pul hisoblaganman. Mebeldan tashqari abmanka qilganimiz uchun. U yeri ochilmaydi ham, yopilmaydi ham. Prosta shu yopilib qoldi xolos. Men qo'li yetadigan joygacha standart bo'yicha mebelini qilib berdik. Xolodilnikni tepalari bilan polni mokriy rangda, o'rtasi korishnoviy, orqasi sal yarkiyroq fon bo'lish uchun chiroyli oq rang ishlatdik. Bu ham oshxonani fonini beradigan olma, kofe, chaynak, piyola shunaqalarda rasmi bor. Chiroyli narsa ishlatib qilib berdik. Общий razmeri 320 ga 280 bo'ldi do'stlar. Bu chekada mo'yka, dogovorda ichida mo'ykasi ham bor, sushilkasi ham bor, gazi ham, vichkasi ham bor. Hozir narxlarini tushuntirib bitta-bitta aytib beraman. Qo'ygan mo'ykamiz high-tech mo'yka, katta, ichi chuqur, materiali qalin, smestitel tozasidan bo'ladi do'stlar. Gel quyadigan smestitel dozatorlari ham bor va bundan tashqari mana yaxshi setkalari ham bor. Xo'p, ichidan mana taxtakachlari ham chiqadi. Bu Xitoyning mahsuloti bu mo'yka do'stlar. Xitoyning mahsuloti, yaxshi narsa. Tagidagi santexnik ishlarini ochib tayyor qilib qo'ydik. Endi bitta santexnik kirib, mo'ykani ulab, gazni ulab, vichkan turbalarini tomga chiqarib bersa, ish tayyor bo'ladi. Montaj ishlari qoldi xolos. Elektrik kirib, to'klarga suqib berib ketadi. Xo'p, mana bunaqangi polkasini ikkita qilib bering deydi. Mana bu tomonga bitta, bu tomonga bitta. Bu polkalarni ham mana teng qilib, joylarini go'zal qilib berdik. Xudo xolasa. Xo'p, birinchi mo'ykamiz, mo'ykani tepasiga katta 80 sm lik sushilkadan qo'ydik do'stlar. Idish tovoq, chaynak, piyola bemalol sig'oradi. Qolgan joylari endi polka mana. Bo'sh qolgan joylar hammasi polka. Bu ham polka, bu ham polka. Osha-moshalar hammasi mana o'zi sekin yopilyapti. Vakuumda yaxshisidan ishlatganmiz do'stlar. Materiallar fasadiga akril ishlatilgan, korpusiga laminat ishlatilgan, mokriyga korishnoviy bo'lsa, stoleshnisani ham korishnoviy, rossiyskiy stoleshnisni qo'yib berganmiz. Общий vidimni qaraganinglarda juda ham chiroyli, yaxshi narsa chiqdi.
Xo'p, mo'ykadan keyin рабочий stol do'stlar. G'aladonlar ham mana vakuum o'zi yopiladigan. Xo'p, duxovkaga joy, elektriskiy duxovkaga joy. Gaz plitasini ham dogovorda ichida kelishganmiz. Tech firmaniki. 3 ta ko'zi gazga yonadi, bitta ko'zi tokga yonadi. Vichkamiz ham Techniki, sensorli, eng qimmat variantlaridan. Buni ham dogovorda ichida kelishganmiz. Xo'p, endi do'stlar narxiga keladigan bo'lsak, 1 metri 3.800.000 so'mdan hisoblangan, balandligi 260 holati. Mana aytdim, abmankaga 300.000 qo'shganman. Mana shu joyigacha 3.800.000 so'mdan 1 metri graniti ichida, bitta sushilkasi ichida hisoblangan. 3.800.000 dan tashqari mo'yka, gaz, vichkani narxi alohida qo'shilgan. Общий jami narxi do'stlar 14.700.000 so'mga tayyor bo'lgan mebelni ko'rib turibsizlar. Endi 3.800.000 dan 3 metrga ko'paytirsanglar uncha narx chiqmaydi. Asha aytganimdek, mo'ykani narxi dogovordan tashqari, metrdan tashqari, gazda narxi metrdan tashqari, vichkani ham narxi metrdan tashqari qo'shilganda общий 14.700.000 so'm chiqadi do'stlar. Xolodilnikni o'rnini ayirib olib hisoblaymiz. Materiali akrildan, osha-moshalari vakuum, stoleshnicasi rossiyskiy. Xullas, hamma yo'g'i eng yaxshi variantidan qilingan. Xudo xolasa, kimga shunaqangi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, qiziqarli bo'lsa do'stlar, ekranda tepasidagi nomerlarga Telegram, WhatsAppdan ham yoza olinglar. Telefon qilsanglar ham shunaqangi chiroyli ishlar qilib beramiz, xudo xolasa. O'zimizning seximiz Andijonda Bo'taqarada. Xoningiz razmeri bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, telefonda o'zida sizga nech pul bo'ladi, taxminan bo'lsa ham aytib bera olmaymiz. Shu Ilyos aka ham Rossiyada ekan, o'zi musofirda ekan. Telefon qilganda taxminan shuni atrofida narxini chiqarib berganmiz. Uka bo'ldi, narxi ma'qul, borib o'lchang, zaklati tayyor, deydi, keyin kelib o'lchab, yozib, chizib pulini olib ketganmiz. Mana xudo xolasa do'stlar, mehnatimizga bitta like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha qilayotgan ishlarimizni videoga olib chiqarib beryapman. Sizlarga manfaatli video bo'lyapti degan umiddaman. Xudo xolasa like bosib, komment yozib, podashka qilib tursanglar, yana yangi qilayotgan ishlarimizni chiqarib ketaveraman, xudo xolasa. Do'stlar, qo'ldan kelgancha obzor qilib berdim. Telefon qilinglar, yana savollar bo'lsa, Ponni vodiy bo'ylab o'zimiz borib o'lchab olamiz, olib borib o'rnatib beramiz. Yana burchakli joylar deysizmi? Xullas, xohlagan rangingizni, xohlagan modelingizni chiqarib beramiz. Batafsil mana shu telefon nomerimizga telefon qila olasizlar, xudo xolasa. Do'stlar, e'tibor uchun hammaga rahmat. Vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xudo xolasa, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.